Hop, azizlar, 5 kun, 6 kun oldin e'lon chiqargan edik, ya'ni $2000 Spark avtomashinasini obunachilarimiz yutib olishi mumkin deb. Ba'zi bir qo'ng'iroqlar bo'lyapti, ya'ni uzr so'raymiz, balki kimlargadir tushunarsiz bo'lgan bu narsa. Shuning uchun buni yanada yoritish uchun yana bir marta video qilishga to'g'ri keldi. Xo'p, 2019-yil. Kraskalari toza, pultlari bor, chexol poliklari bor. Hamma yo'g'i ideal holatda turibdi. Kraskalari toza. Buni $2000 obunachilarimiz uchun beramiz. Nimaga bunaqa aksiya o'tkazyapmiz? 50 mingta bo'lishlik uchun. Albatta 50 mingta bo'lgan kunimiz Instagramda rozigrish o'ynatamiz. Obunachilarimiz ichida faqat bitta odam yutib oladi. Matiz qo'yib va kichikroq sovg'a qo'ymadik-da, bir yo'li Spark avtomashinasini qo'ydik. Hozirgi kunda ushbu Spark avtomashinasining narxi 5000 bilan 5500 ming o'rtasida. Biz $3000-$3500 obunachilarimiz uchun reklama uchun sarf qilyapmiz. Xo'p, bu Sparkda yutib olish uchun nima qilish kerak? Albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchisi, ikkinchisi layklarda videolarimizga bosib turinglar, aktiv bo'lish kerak va yaqinlarga jo'natib turinglar. Qancha aktivimiz ozsa, Instagram shu obunachilarning ichidan bittasini tanlaydi. Marhamat, hammaga nasib qilsin.